Zoti past, qoni buzuq odam sizga hech qachon sadoqat bera olmaydi. Qoni toza, nasl-nasabli odam bo'lsa, sizga hech qachon xiyonat qila olmaydi. Sadoqat bu qon bilan kirib, jon bilan chiqadigan narsa. Arzon odamlardan uni kutib, o'zinglarni o'zinglar ovora qilmanglar. Sabrli odamdan ehtiyot bo'l. U uzoq chidaydi. Lekin bir kun sabri tugasa, orqaga yo'l qoldirmaydi. Ey Shetu, agar vijdonni chetga surib qo'ysam, aqlim juda ko'p xavfli o'yinlar o'ynashga aqli yetadi. Tushungandirsan? Erkagi yo'q. Tarbiyani ona beradi, lekin g'urur bilan labis otadan o'tadi. Sizlarda ham shunaqami? Yaqin odamingga qarz berasan-da, keyin qaytarib olishga kelganda o'zingni puling nimaga kerakligini isbotlab berishing kerak bo'ladi. Shunaqa vaqt o'sha odamga bir shapat bersang-da, hayotda armonlaring qolmasa, nima dedingiz? Qarz berish kelganda birovni urish noqonuniy bo'lib qolgan. Bir asr oldin bermaymanmi shu qarzni? Bir marta chiroyli qilib so'rardim. Bermasa, orqasiga nayzam tiqib olardim-da. Agar sizlarda ham shunaqa tanishlar bo'lsa, o'ziga tashab qo'ying-da. Ey Shetu, agar vijdonni chetga surib qo'ysam, aqlim juda ko'p xavfli o'yinlar o'ynashga aqli yetadi. Tushungandirsan? Shundoq erkaklarni ko'rdim, ko'tida shimi yo'q. Shundoq shimlarni ko'rdim, ichida erkagi yo'q. Sabrli odamdan ehtiyot bo'l. U uzoq chidaydi. Lekin bir kun sabri tugasa, orqaga yo'l qoldirmaydi. Qilma mehmondir tanangda bu jon ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. Izlasang topilar har mushkulga iloj, har zamonga boqmasang boqma. Marhumni qarzlarini kim o'z bo'yniga oladi? Men olaman, domla. Demak, marhumning kimdan qarzi bo'lsa, mana shu yigitdan kelib olasizlar. Janozani boshlaymiz. U mendan qarzdor. Men bu janoza o'qilishiga qarshiman. Uni akasini mendan qarzi bor deyapman. Shuncha orqasidan yugurib ola olmadim. Endi bunisini kutamanmi? Men rozi emasman. Qarzini hozir to'lasa to'lasin. Men pulim olmagunimcha bu mayitni ko'mdirmayman. Nima menga unaqa qaraysizlar? Menga hozir pul zarur. Hozir qaytar pulimni. Mana hammasi yozilgan. O'zing ham bilasan, Kamron, akangni so'rab necha marta kelganimni. Men bilmayman. Pulimni hozir berasizlar. 2-3 kun sabr qiling aka. Iltimos sizdan. Iltimos. Sen meni qancha sabr qilganimni bilasan-ku. Bitta yugurganimni bilasan u akang orqasidan. Hozir berasan. Pulimi beringlar. Uka, o'zingni bos. Meni bilasan-a? Bilaman aka. O'sha qarzni men bo'ynimga olaman. Senga o'zim to'layman, bo'ladimi? Voy, janoza o'tsin. Bo'ladi, sizga ishondim aka. Faqat muammo chiqmasa. Hammani ham bor qaynotasi bo'lsin ekanda, hali to'y bo'lmasdan qara, bo'lajak kuyovga yordam qilyapti. Farhod aka mard odam. Balki biz ham Farhod akadan pulni so'rarmiz. Qo'ysangchi. Kamron to'layman dedi-yu. Kelishib oldinglarmi? Safga turinglar. Akasini kutamiz. Ey Shetu, agar vijdonni chetga surib qo'ysam, aqlim juda ko'p xavfli o'yinlar o'ynashga aqli yetadi. Tushungandirsan? Ey Shetu,
agar vijdonni chetga surib qo'ysam, aqlim juda ko'p xavfli o'yinlar o'ynashga aqli yetadi. Tushungandirsan? Shetu, agar vijdonni chetga surib qo'ysam, aqlim juda ko'p xavfli o'yinlar o'ynashga aqli yetadi. Tushungandirsan? Shunday erkaklarni ko'rdim, ko'tida shimi yo'q. Shunday shimlarni ko'rdim, ichimi yo'q. Shunday shimlarni ko'rdim, ichida erkagi yo'q. Tarbiyani ona beradi, lekin g'urur bilan labs otadan o'tadi.